Shu yetmay turuvdi. Alo, Suhrob, tuzukmisan? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Men yaxshiman. Nima gap bo'lsin? Tinchlikmi? Tinchlik emas-da. Qara, bozor oldiga mashinamni qo'yib kirib ketuvdim. Hozir chiqib qarasam, mashinamning oldida militsiya turibdi. Nima qilay? Tushunmadim. To'xtash mumkin bo'lmagan joyga to'xtaganmiding? Bilmadim, shoshib yo'l belgisiga qaramayman-da. Sani mashinangdan boshqa mashinalar ham bormi? Yo'q. Oldida boshqa mashina yo'q. Unda taqiqlangan joyga qo'yibsan. Jarimaga tushibsan, do'stim. Ularni oldiga boraymi yo ketishini kutib turaymi? Ularning oldiga borganing yaxshi. Agar bormasang mashinangni olib, jarima maydonchasiga olib borib qo'yishadi. Shunaqasi ham bormi hali? Hadi. Bo'pti. Qachon meni ham bir omadim kelarkin-a? Boshqa narsa ko'raylik. Jim tur, qiziq bo'lyapti. Komola, senga mashina olib beraymi? Voy, nimaga? Yo'q, men qo'rqaman juda ham. Mayli. O'zing bilasan. Nimaga to'satdan bunaqa deb qoldingiz? Ha, bir ishga 90% ishonmasdan 10% ishonib qo'l urgandim. Omadim kelib, yaxshi foydaga chiqdim. Zo'r-ku, juda ham xursandman. Endi bu pulga birorta bir magazinmi yoki 2-3 xonali kvartira olsammikin deb turibman. Yaxshi o'ylabsiz. Ha, aytgancha, siz kelishingizdan oldin Tohir akani ayoli Zilola chiqqandi boya. Xo'sh, Eringizga ayting. Meni erimga ham biznesni o'rgatsin dedi. Juda ham qiynalib ketdi erim deb iltimos qilgandi. o'rgatishga-ku o'rgataman. Lekin Tohir aka eplolmaydi-da. Uni bilasan-ku. O'zi yomon odam emas. Lekin juda ham tez xulosa qiladi-da. Kalta o'ylaydi. Mayli, sen xijolat bo'lma. Tohir aka bilan o'zim gaplashaman, xo'p?